Qorin ochib ketdi-yu, soat ham 2:30 bo'lyapti. Meni ham qornim ochib ketdi. Hozir kelib qolar. Yoki uyda egasi hali ham Ramazon deb o'ylayaptimikin? Rost bilan shu uyda egasi qurilishda sen bilan birga ishlaganmi? Ha, bir paytlar birga ishlaganmiz. Keyin ishlari yurishib, boyib ketdi. Maktabda ham 9 yil birga o'qiganmiz. Hormanglar. Bormisan do'stim? Soat ham 2 bo'lyapti. Roza tutganimiz yo'q biz. Qo'lim kirida. Deymisan, obed olib keldingmi? Obed deysan, ha? Kecha kelsam obedni ham uni yemabsan. O'shani dasturxonga urab ketaverdim. Yo'rmabsan-da o'shani. Kecha yo'qotmi? G'alati basmi do'stim? Nimasi g'alati? Eslaysanmi sen bilan ishlab yurgan paytlarimizda? Kerak bo'lsa 3 kunlab qolib ketgan ovqatlar yeganmiz. O'zi hech qancha ish ham qilishmabsan. Undan ko'ra ko'p gapirmasan, chiqib ovqatingni yemaysanmi? Xullas, bir oyda bitkazishing kerak. Tezlashtiringlar. Choy ham eski ekan. Gapimiz chala qolib ketdi. Nimaga ajrashding o'zi? Qaynatamni xizmatini qilmayman, menga bola chaqam o'zi yetadi, o'zim eplab olsam ham deb menga ming'illovdi. Javobini berib oldim. Alimentni to'layapsanmi? To'layapman, oshig'i bilan. Shahardagi oshxonada ishlayapti ekan xotining hozir. Ha, ahmoq xotin. 2-3 odamning xizmatini savob uchun qilmagan, pul uchun minglab odamlarning xizmatini qilib yuribdi-da. Aynigan ekan. Men do'konga chiqib, bu narsa olib kelay, qorinam ochib ketdi. Keyin ketaveramiz obed qilib bo'lib. Ey odam! Odam! Abdurahim, burada. Abdurahim, sinfdosh nima bo'ldi? Hey, nima qilding? Sanga sekin oyir dedim. Endi nima qilamiz? Oyog'im sindi shekilli. Abdurahim. Nima qilishyapsan? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Nima baqiryapsiz? O'zim davolat olaman. Baqir-chaqir qilmang batta. Ular ishi bo'ldi. Baqir-chaqir qilmasdan bannisaga olib boraylik tezroq. Qanaqa bannisa? Bannisada gap so'z ko'payadi. Ko'taring uyga boramiz uni o'rniga. Mana qo'shni, sizdan 550 ming so'm bo'pti. Eshitdingizmi? Nima gapiryapsiz? Ya, xabaringiz yo'qmi? Hasanindoshingiz mashina urib ketibdi-yu. Ha, urib olibdi. Shuni ko'rgani ketyapman hozir. Xudo shifo bersin, salom aytib qo'yasiz. Ukam provatsiyam yo'q edi. Yozib olmaganing uchun katta rahmat senga, do'stim. Do'stim, men terbiyalasman. Hamma dorilarni olib keldim. Xudoolasa shular olsang yaxshi bo'lib qolasan. Assalomu alaykum, Hormel aka. Oshni ichiga solaylik aka. Hozir do'stimiz kelsa aytib o'ramiz. Hozir esimiz yozib qo'ydik, kelib qolsa kerak. Bo'ldi, aytib olasizlar bo'lmasa aka. Aziz, soat 7 ga aytilganmi? Qornim ochib ketdi. Hoji kelmasa osh buzilmaydi. Abdurahim diqqat o'rnab telefon qilaman, keladi. Alo, Voy, kelyapsizmi? Osh suzmasdan qarab turibmiz. kelib qoldim mana. Kiryapman. Bo'l, kelib qopti. Hozir. Senlar bilan sinfdosh bo'lganimga ham afsuslanib ketdim. Nimaga unaqa deyapsan? 3 oydan beri bitta joyda yotdim, oyog'im ishlamasdan avariya bo'lib ketdi. Bitta xabar olgani bordingmi? Oshlarga chaqirishmading, telefon ham qilib qo'yishmading. Xatiyabi o'sha oshdan nasiba qilib bir tovoq olib borishmading, ilinib. Endi bo'lsa boy aka qattasiz, hoji aka qattasiz deb kutib o'tirishibsan. Nima deganing bu? Nima deyapsan bolalarga? Kerak bo'lsa bular bormagan bo'lsa, bularning o'rniga ham haqqini berib qo'yganman. 3 oy dori-darmoningni qilgan bo'lsam, ro'zg'oringni qilgan bo'lsam, qo'lingga pul ham bergan bo'lsam, yana nima qilishim kerak? Ko'ryapsanmi noshukrligini? O'shuning uchun kambag'alda bu. O'sha yordamlarni nima uchun qilganingni o'zing juda yaxshi bilasan, tushundingmi? Ey, senlardaqa do'st boridan yo'g'i yaxshi. Abdurahim, to'xta. Bo'lgan ishlar bo'ldi, o'tdi ketdi. Sen bilan biz 9 yil sandoshmiz. Do'stim, kechir. Kechirim so'rayapsanmi? Endi-ya qo'limdagi chang sening ko'zingga kir bo'lib ko'ringanda, g'ururimni tuproqqa qorganda, o'ylamadingmi? Hali bu ishingga ko'p javob berasan.